Parlamentlararo ittifoqidagi dastlabki taassurotlaringiz qanday? Ha, avvalo shuni aytib o'tmoqchiman. Bagama orollari Parlamentlararo ittifoqning yangi a'zosi hisoblanadi. Biz Parlamentlararo ittifoqning a'zosi bo'lganimizga taxminan 2 yoki 3 yil bo'ldi va bu ehtimol 4-yig'ilishga qatnashishimiz. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, O'zbekistondagi parlamentlararo yig'ilish bizni juda katta taassurot qoldirdi. Bu yerda hamma narsa juda yaxshi, tanlangan joy ajoyib. Biz to'xtayotgan mehmonxona ham juda yaqin, shuning uchun yetib borish oson. O'ylaymanki, O'zbekiston bu tadbir uchun ajoyib mezbon bo'ldi. Biz joylashgan shahar ham go'zal. Shu boisdan O'zbekiston va uning mezbon sifatidagi faoliyatidan juda mamnunmiz. Sizning mamlakatingiz Parlamentlararo ittifoqining parlamentlar diplomatiyasini ilgari surishdagi rolini qanday baholaysiz? Biz parlamentlararo ittifoqining demokratiya, ayniqsa parlament demokratiyasini qo'llab-quvvatlashini juda muhim deb bilamiz. Bagama orollari dunyodagi eng qadimgi parlament tizimlaridan biriga ega bo'lib, u Britaniya parlament demokratiyasining an'analariga tayanadi. Biz parlamentlararo ittifoq haqida eshitganimizdayoq unga qiziqib, ko'proq ma'lumot to'pladik va a'zo bo'lish uchun parlamentimizdan ruxsat oldik. Biz dunyo bo'ylab demokratiyani ilgari surilishi va parlament a'zolarining mustaqil faoliyati juda muhim deb o'ylaymiz. Parlamentlararo ittifoqini biz parlament a'zolarining xavfsiz faoliyatini ta'minlovchi, xalq uchun siyosat olib borilishi mumkin bo'lgan xalqaro tashkilot sifatida ko'ramiz va bizningcha bu ishni amalga oshirishning eng yaxshi yo'li bu parlament demokratiyasi.